I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bemorimiz 33 yoshdalar. Bundan 8 oy oldin chap tomonlama eshik pasayish bilan shikoyat qilganlar. Demak, o'sha 8 oy oldin operatsiya qilganmiz. Chap quloqlarini hozir qayta ko'rikka keldilar. Bitta tekshirib ko'ramiz. Ochib olasan buni. Demak, mana quloqning holati. Parda juda ham katta defekti bor, teshigi bor edi. Ko'rsamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana parda butuni tiklangan, o'rtasi katta teshigi bor edi. Hozir mana tomirlar o'sib, juda ham zo'r holatga kelgan. Qanaqa operatsiyadan keyin ish yaxshilandimi? Operatsiyadan keyin yaxshi eshitib qoldim. Hozir juda ham yaxshi. Yaxshilandi. Ko'rib turibsiz, juda ham zo'r quloqlar, eshitcham juda ham zo'r ochilgan. Bugun kelish sababi ikkinchi quloqlarni qilamiz inshaalloh. Kuningiz xayrli bo'lsin, salomat bo'ling.